Oy, kimni da'vatsiz? Kimga gap qilyapsiz? Esingiz joyidada? Qo'lingizdan elib haraq so'ringa kirganda axloqingiz nada qolgan? Qallaringizni o'ynatib, er bo'lmasa o'ladigandek surkalgili turganda g'ururingiz nada qolgan? Yot biri bo'yningizga esilib, nafsini qondirayotganda qizliqingiz nada qolgan? Endi o'g'illar ayiblik deysizg'u. O'zingizning nafsingiz qonganda haq ayiblikmi? Er nafs uchun yiqilishgan bo'lsa, siz undaq emasmi? Amisa nim bor sizga? Uning bilan yolg'iz yerda axloqim desangiz bo'lmamdi. Keynimga kirib oldi deb, keyningizga har qancha kirib olsa-mo, rad qilaversangiz ketadi. No'chisi bo'lsa to'y qilsin, siz bilan rost yaxshi ko'rsa. Undaq deyilmay, kechini kecha demay salonshib yurib, endi turibla axloq dars so'zlaysizg'u. Kelgusini, kulgusini keltirib. Axloq deydigan odam belini ching tutadi xinam. O'rtaq mulk bo'lmagandan keyin u qiz o'ynasa baxtiga desa, nima deydi malata degan-ku, ashta deydi o'yna. Voy dadingiz peshonangizga birni suyib qo'ysa, xijil qilmanga deysiz, qusqimni keltirib. O'zingiz yalishib yurgan kishi nemingiz u? Odam degan ayiblashdan avval mancho deb boqamiz. Axloq deb ig'izida emas, amaliyatida bo'ladi u. O'g'illar demang, uyingizdan so'rab chiqmadi. Siz o'zingiz xolab chiqdingiz. Dadingizni aldab qo'yib, onangizni tillab qo'yib, ota-onangizni aldab chiqib, o'zingizni olsangiz, belingizga esilmayamisa, akangiz emas u, xato qilyapsan deydigan. Haq ochiq fohishlarni ayiblaydi, lekin sen yeshig'i to'shmagan buzuqlar oshirasan. Asli 4 tal pulni deb. Pokliqingni setib olgan telefoning, salgan oltiningni oldiga kelib, pokliqim qani degina nima deydi? Sana erishib bo'lgan shu hazilikning yeniga bora, pulingni oldinga buzuq deydi. Nada qoldi, jinim deyish uningda. Qo'lingdan tarsa, meni tutma deb ko'chtiga birni sola olsang, bo'yningga esilmaydi. Bo'yningga esilsa, adabsiz deb itiralisang, belingga esilmaydi. O'g'il bolami kelibla bir nima qilmaydi seni, sinab boqadi. Avval tutib qo'ysa, xo'sh yoqdi deb bersang, qandoq qiludamisa? Tunishqandan tortib, axloqingga diqqat qila, umrlik hamroyi bo'lasan. Nafsini yig'olmay otqina, o'zingni soatlik hamroh bo'lasan. Shu nafsini qondirib, pulingni berib ketib qoladi. Gapim ig'ir ketishi mumkin. O'ylab beqin qizlar. Hayotdan chatnab erkilab yursa, o'g'il bolada g'urur qilamdi. Bir o'g'il bolani ko'rsangiz, nachchingiz xuyilinib erkilsangiz, kichikday, men o'g'il bola demdi. Unda qilmang. Qizlarimiz pul sizga umrlik hamroh emas. Qerisiz. Chiroyingizmi tugaydi. Foydalanadigan yosh vaqtda chiroyini setib, jon atgan bilan qerisangiz sizga 100 kerak. Farzandlaringizga 100 kerak. Siz tufayli doktorxonada tug'ilmay turib, o'ltirilayotgan shu narsalar shulardan nima qiladi? Hech narsa bilmaydi u. O'zining nemishqa o'ltirilganini bilmaydi u. Ashu iflos harakatlar siz uchun shundoq muhimmi? U bo'lmasa faqat yashayolmaysiz. Unda qilmang. Faqat bo'lolmasangiz, ota-onangizga deb to'yingizni qilib oling. Jahonni, jamiyatni, millatni, onalarimizni, qizlarimizni